Assalomu alaykum, salom barchaga. Sizlar bilan Behruz Play. Xo'p, bugun birinchi o'yinimiz, birinchi video roligimiz supermarket simulyator o'yini bilan bo'ladi. Hozirgina narsalarni zakaz qilib olgandik. Mana shu yerga otib, sochib, tashab ketishdi. Ularni olib magazinimizga, ya'ni mana shu supermarketimizga olib kirib, mana bunday kladovkalarimizga terib olamiz. Bu kasha edi adashmasam. Mana shunday narx belgilaymiz ekan. Narxini hozir mana buni musorga tashab kelgandan keyin belgilaymiz. Narxi $299 ekan. Biz 295 qilamiz. Bozor narxi $299 ekan. Mana bu ham kasha ekan adashmas. Ana akalar. Kashalarni terib oldik. Olma va apelsin ham buyurtma berganmiz. Olmani mana bu yerga teramiz. Tezroq terib ochishimiz kerak akalar. Va soqqani bosamiz, soqqani. Apelsin. Mana opani qara, opani. Hozir do'konni ochib olsak keladi shunaqa opalardan. Xo'p, bu narxi $175 ekan. Biz $170 qilamiz. Ana. Apelsinimiz $170 dan. Ana yuqorida olma, pastda apelsin. Yonidagi kladovkada kasha. Bizda yana bitta kasha bor ekan. Xo'p. Ana endi do'konimizni ochsak bo'ladi. Ochamiz va klientlarni kutamiz. Wow, mana qoraxonni qaraydi, qoraxonni. Kirmaysanmi do'konga? Keling, aka, keling. Naushnikingizdan sizni. Play Spare degan magazin bor ekan. Menimcha game klub shekilli bu. Ro'paramizda. Hech kim kelmayapti. Kunni yakunlashimiz kerak ekan. Ochamiz. $3 pulimiz qolgan ekan. Hech kim yo'q. Ana kastim shunday galstukli biratan kelyaptilar. Achki ham to'qyaptilar. Quyosh yo'q aka. Keng magazinga keling. Olmalardan oling, olmalardan. K+. Ana keldi. Kasha olar ekan. Nechta? Bitta xolosmi? Xo'p, sizdan qaytarishimiz kerak ekan. $17.05. Yuqor. Bitta apelsin $4.65 kartasidan ekamiz ekan. Yuqor. Ikkinchi o'rin bo'ldik akalar. $2.95. Yo'qol, ahalanay. Bir dona olma olasanmi? Pas. Ikkita kasha, bitta olma, bitta apelsin. $10. Bizga chiqarishimiz kerak ekan. $10.75. Double. Keyla, tezroq keyla.
Niye böyle bitta oladi? 5 dollar. Yo'q. 12 dollar 5 sent zaj qaytarishimiz kerak ekan. Hop. 43 sent. 43 dollar. 30 sent. Mayda pul bersang o'lasanmi? 1 dollar 65 sent. Qaytib o'tib ketdi-yu. Ana. 3 dollar 30 sent. Hammasi karta desa bo'larmikin? Osongina. Malladda hisobi. 8 dollar. Karta bo'lsa zaj qaytarib o'tirmayman-da. Oy, 45 sent. 45 dollar. Uchinchi o'rin. Malladis. Zaj kerak emas ekan-ku sizga. Haydang. 16 dollar 65 sent. 13 20 30 40 50 60 70. Haydang. 5 dollar 90 sent. Hoppa, tezroq. Bular bo'sh emasmikan, mana bo'shatmasmikan? Boshqa narsalar ham olishimiz kerak. Do'kondagi tovar polni tugasa keyin olamizmikan, bo'shab? Ishchi olsak bo'ladi, keyinroq akalar ishchi olamiz bitta. 40 dollar 80 sent. Double. Hop. 14 dollar 95 sent. O'tib ketdi. 5. Bir dona apelsin. 1.70. Haydang. Bir xil ekan ular. 2 dollar. Haydang. O'yinimiz yoqyaptimi akalar? Kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yasizlar. Bu birinchi videomiz. O'yinimiz ma'qul kelsa, yana o'ynab davom ettiramiz. Xudo xolasa yangidan yangi o'yinlarni o'ynab, sizlarni qalbingizdan chuqur o'rin egallayman degan umidda boshladim azizlar. 6 dollar 35 sent. Bizda hech qanaqa qonun qoida, hech qanaqa senzura yo'q. Shunchaki maza qilib o'yin o'ynab dam olamiz azizlar. 4-chi o'rin bo'ldik. Oy, 47 dollar 5 sent. Qo'lida soat yo'q ekan, u soatga qarayapti u. Garrang 5 dollar 90 sent. Haydang. 160 dollar pul bo'ldi. 5 dollar 35 sent. $35 sent. Haydang. 2 dollar 5 sent. Telefonga qaraguncha narsangni ol. 14 dollar 10 sent. Bittasi futbolgada, bittasi qalin so'tga keladi bular. Dabbol. Nechinchi o'rinda ishchi olsak bo'larkan? Hop, 2 dollar 95 sent. 17 dollar 5 sent. Tugadimi? Narsalarimiz tugadi. Hop, magazinni yopamiz. Hop, bizda mebel olaylikmikan? Yana bitta kladovka olaylikmi? Yo'q. Meva olamiz. 2
ikkita olma, ikkita apelsin olamiz. Ikkita bundan, ikkita kofe olamiz. Yetadimi? Yetar ekan. Mana shuni sotamizda, keyin yana tugagandan keyin anaqa olamiz. Kladovka olamiz yangi. Anta kelish kerak, hozir osmondan tushadi. Mana bitta sekund bor ekan, 50 sekunddan keyin kelar ekan. Ungacha biz ko'cha aylanib kelib, boshqa joylarni ko'rib kelamiz. Qoch yo'ldan. Daraxtlarni mana. Shu tepada PlayStation bor shekilli. Bu tarafda nimalar bor ekan? Hozir tushadi. Mana nomini o'zgartirib bo'lmasmikan? Bo'lmas ekan. Endi yakunlaymiz. 3 kun. Qani u kelmadimi? 10 sekund kelgan ekan. Keyingisi 1,5 minutdan keyin kelar ekan. Ungacha terib narxini qo'yib turamiz. Agar o'zgargan bo'lsa, narx o'zgarmabdi. Xo'p. Ana akalar olmalar terib oldik. Hozir 1 minutdan keyin menimcha apelsinimiz kelsa kerak. Mana nima bu? Magazinni keyinchalik bu taraflarga ham kengaytirsa bo'ladi. Qaranglar akalar, mana bulargacha kengaytirsak bo'ladi. Mana bu yoqqacha. Mana masjidgacha bizani zdaniyada. Menimcha uruven oshgan sari sekin-sekin kuchaytirsak kerak. Ochib anani olmani sotib tursam bo'lmaydimi? Ya bir yo'la terib ola qolay hammasini. Xo'p, akalar, podpiska bosib, layklarni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa ko'ngillariga manzur keladigan o'yinlarni o'ynab, ajoyib kontentlar qilishga harakat qilaman, va'da beraman. Bu shunchaki boshlanishi. Ana bizda apelsinimiz keldi. $1.70. Apelsin. Musor idishi to'lib ketmas ekan. Yana 1,5 daqiqadan keyin kasha bilan kofe keladi. Olmalarni sotib turamizmi? Qancha ko'p narsa sotsak, shuncha uruvinimiz oshar ekan. Mana bularni shundoq keyinchalik devorlarni buzib kengaytirsak bo'ladi. Mana bu nima ekan? Sklad, menimcha sklad bo'lsa kerak. Nechinchi yana ochilar ekan uruvinlar. Yozib qo'ymabdi. Nima bu oyog'i? Anaqasi yo'qmikan? Artadigan. Yo'q ekan shekilli. Magazinni och deyapti. Yukim kelmasinmi? Ochaman-da. Qara o'tib ketishini. Ko'zingga sani. Vay, bu vaqtli chatoq ekan-u. Kutib qolar ekan-da odam. Zakaz qilishi bilan sraz kesadi. Hop, maylazlar 4 sekund qoldi. Ana keldi. Tush. Bo'ldi, mana shu bilan boshlaveramiz, chunki keyingisigacha o'zi 2 minut bor ekan. Shuni sotib turaveramiz.
odamlar kelganda arada kofeni ham olaveramiz, joylab olaveramiz. Ochamiz magazinni. Kassaga o'tib olamiz. Kelinglar qani, olmalar bor, olmalar kassadan chiqib ana keldi. Yana kasha olar ekan bu. Tepaga kofe qo'yamiz, tepaga. Hozir kofe keladi. 1 daqiqadan keyin. $4.60. Haydi. Hop, $15.40. $6.70. Sizlar qaytarilgan qilib pul bermasa-da. $6.60. Yo'q. 14. $5.35. $3.30. Adashib ketdim. $4.10 qaytaramiz. Yo'q, yapti pastiga. $3.30. Ana kelmadimi? 15 sekund bor ekan. Tezlash. Mana shu ikkita opani chiqarib olib, kofedan teb olamiz. Xo'p, $14. Mayli, 15 sent bo'larkan, 5 sent ko'p. Ya, xursand bo'lar ekan. Qaytib bermaysanmi meni pulimni? Kofirlar. Haromdan qo'rqmas ekan. Lekin o'zim rozi bo'lib bergandim-da. Mayli. Ehson ham qilib turish kerak. Har-harda. Malades qo'ylar. Ashaqa sizlarchi bermaydigan qilib pul beringlar-da. $16.60. Ne bilan nedavonli hammasi. Ya kofe kelgan aytgancha, shu opani jo'natib olaylik. $16.65 ketdik. Kofeni terib olamiz. Yer. Voy, mijoz ko'payib ketdi. Narxi $4 ekan. $4.25 ekan. Kutib tur, kassaga odam keldi. Kutib tur. Yana bittani tezroq. Ozgina kutsa hech narsa qilmaydi. Xo'p. 3 ta kasha olamiz. $1.15. Yo'q, soatga qaraydi bular. $2.5. Kofe 2 ta olma, apelsin, kasha. $8.70. Mayli, restor. Qizlar xursand bo'lsin bo'ldi. $12.80. Mayli, 85 ga. Bu bizim magazindan sizlarga sovg'a bo'ladi. Kelib turinglar. 2 dona apelsin. Ko'proq sen bo'lmaydimi? $221 bo'ldi. Ketestes. Nima zakaz bo'lib qo'yilgan? Keldi. Qo'ylar. Yo'q. Ish jamoasi bo'lmasa ekan, hech narsaga ulgurib bo'lmas ekan. Faqat shu kassada o'tiraveramiz ekan. Ke bo'ldi mana endi. Voy, $44.
Shundoq bersa nima bo'lar ekan? Hey derkan. Kam bersa olmas ekan. Ko'p bersa xursand bo'lib olib ketaverar ekan degan. Vijdoningga sanlana. Lekin kartadan kamichi bo'lmas ekan, rovni yetish kerak ekan. Bu bo'lmas ekan bu. Narsa zakaz qilib bo'lmas ekan. Magazin yopmasdan turib, yopib qo'yamiz shekilli. Tak 48 dollar 35 sent. Hozir yopib yuboramiz. Novoy litsenziya ko'payib, yangi litsenziya olishimiz kerak ekan. Yangi mahsulot uchun. Xo'p, mana ularni jo'natib olaylik. Havoyi galstuk bilan perchatka taqyapti. Qiyshlar 78. Karismi bu? 78 sentga ham o'tirasanlarmi qarab. Keturlaring. 300 dollar bo'ldi. Kladovka olamiz akalar. O'rnimiz ham 6 bo'ldi. Qachon tugaydi bular? Narsa zakaz qilishim kerak. Shuni kassadan chiqib do'kon yopib qo'yaymikan-a? Yo'q. 100 dollar yechib oladi yana. Hop, 46 dollar 60 sent. Kunni yakunlashimiz kerak ekan. Yakunlashim uchun mana ular kelmasligi kerak-da. Yo'lga qaytdik. Bo'ldi. Tugadi, narsamiz ham tugadi. Kunni yakunlab, yangi kunda yangi narsalar chaqirtiramiz. Litsenziya olishimiz kerak. Xo'p, litsenziyani qayerdan bitta olamiz ekan. Hop, choylar, yog', suv kelar ekan. Mana musorida shu to'lar ekan, buni yangilab turlar ekanda. Xo'p. Mana yangi narsalar ochildi. Bundan ikkita, yog'dan bitta yetadi. Choy 59 dollar ekan. Mayli bitta olaylik. Bitta bilan bitta suv. Suvga yetgancha anaqamiz yo'q. Xolodilnikimiz yo'q. Xolodilnik nech pul ekan? 250 ekan, bizda 300 dollar bor. Bitta xolodilnik mayli. Pulimiz yetmas ekan. 350 to'rt bo'lib ketar ekan. Xo'p, biz choyni olib turamiz. Choy shart emas hozircha. Bo'ldi. Hop, 1 minutda kelar ekan. Qani qaysi mahsulot kelar ekan? Xolodilnik kelsaydi birinchi minutga o'rnatar edik. Hop, akalar, biz ungacha shahar aylanib turamiz. Musaffo osmon, bulutlarni qaranglar. Oldimizda nima ekan bu? Storage. 25 sekund qoldi. Mashina kimga ekan? Oy, kim bu? Tiray qalay. Sakrab bo'lar ekan. Hey, mashinadan chiqib oldim, mashinaning ustiga. Voy, mashinaning tomiga chiqib oldim. Sakraymiz pastga. Hop. Ana. Keldi. Nima keldi ekan? Italiya degan nimadir keldi. Nima ekan bu? Tepaga teraveramiz. Nima bu, pizzami? Pechenmi bu? Ikkita qolib ketibdi-ku.
Och buni. Narxi $1.29 ekan. Biz $1.25 qildik, 27 qilaylik mayli. 2 sent arzon beramiz. Bu ham o'shamikan, bu ham o'sha ekan. Ikki mahsulotimiz ko'p, shuning uchun meniki qo'yib turamiz. Meniki qo'yib turamiz. Hozir yana yangi mahsulotlarimiz keladi. Tezroqda endi 9 sekund qoldi. 4, 3, 2, 1 keldi. Voy, bir dona xolosmi? Yo'q ekan. Yo'q demashga pastiga tersak bo'laver. $399 ekan. $395 qilamiz. Xarosh. Xo'p, akalar, bizda 1 minutdan keyin yangi mahsulotlar keladi. Xo'p, nima deysizlar akalar? O'yinimiz yoqyaptimi? Kommentariyada fikringizni beringlar, shunga qarab motivatsiya olamiz deydi-yu. Do'konni keyinchalik kengaytirsak bo'ladi. Birinchi ochilib ishchi olishimiz kerak. Ishchini ko'raylikcha. Mana bitta kassir. 10-o'rin bo'lishimiz kerak ekan. 10-o'rin bo'lishimiz kerak ekan kassir olishimiz uchun. $600 ga, mana $600 ga anaqani kengaytirsak bo'lar ekan do'konni. Xo'p, birinchi kassir olamiz-da. 10-o'rindan keyin do'konni kengaytiramiz. 3 sekundda keldi. Voy, nima bu? Anaqa ekan. Ochilsa bo'larsa kerak. Men xolodilnik kutyatuvdim. 179 ekan. 77 qildik, mayli. Yana 1,5 minutda shuni ezorar ekanda, tezda kelmaydimi? Qancha bo'lgan zakaz berganimga, menimcha shuni tezlashtirsa bo'lar ekan. Tepada energiyamiz ketar ekan. Akva suv. Suvga xolodilnik yo'q-ku. Birinchi xolodilnik kelmaydimi? Menga qo'yib turamiz buni. Yana bitta tezlashtirib olaylik. Xolodilnik kelsa zora. Bu ham xolodilnik emas u. Mana bitga terolamiz. Yangi mahsulot 1.99 ekan. 1.97 qilib 98 qildik. Mayli. Men energiyalar keyin kerak bo'ladimi deymanda, qayerdan olsa bo'lar ekan energiyani keyin. Xo'p, mayli, tezlashtirib olaylikchi. Ana xolodilnik keldi menimcha. Xolodilnik keldi. Qayerga qo'yamiz xolodilnikni? Mashitga qo'ysak bo'ladimi? Ana, uy bu yoqqa qarab qoldi-yu. Ana. Akalar, endi ichiga suv teramiz. Ana, $1.99 ekan. 99 qilamiz buni. Bo'ldi. Endi qolgan mahsulotlar sekin kelaveradimi desam, o'zi qolmabdi hech narsa. Zakaz beradigan. Suv zakaz berib qo'yilgan, yana pulimiz yetmas ekan aytganchilik. Do'konni ochamiz, savdoni qilib, soqqani qilib, keyin xolodilnikni to'ldiramiz. Meva olmabmiz-ku, meva. Kallavarang, meva olmabmiz-ku.
Mayli. Hozircha meva sotmay turaveramiz. Qani keling opa, keling. Xo'p, kassaga o'tirib olamizda. Nech pul ekan? 1.27. Biz u Italiyaga narx qo'yuvdikmi biz o'zi? O'sha narxini tekshirib kelish kerak, o'ta arzon berdim-da hozirchi. Kassadan chiqamiz. Chiq kassadan. To'g'ri ekan. Uzr, narx to'g'ri ekan. Zach kerak emas, haydang. 10 dollar 30 sent. 14 dollar 78 sent. Tezlashinglar. Zach kerak emas, haydang aka. Ana suv. 5 dollar 97 sent. Yaxshi. Shu zdach qaytarish yomon ekandi. Tezroq 10-urovin qilib bitta kassir olsak, kengaytirib yuboramiz. Xo'p, 83 sent. Zangor galstukam to'qadimi? Xo'p, bizda 8 dollar 84 sent zach qaytarishimiz kerak. Xo'p, akalar, o'yinimiz yoqyaptimi? Like, podpiska bosib qo'yinglar. 48 ekan u. Bundan keyingi videolarda bundan ham zo'r o'yinlarni o'ynab dam olishga harakat qilamiz. Narsa tugadimi? Narsamiz tugatdi-ku. 120 dollar bo'ldi xolosmi shuncha narsa. Xo'p, akalar, 33 minut bo'ldi videomiz. Menimcha bugunga yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bugungi o'yinimizga, bugungi video roligimizga o'zingizni fikringizni kommentariyada berib, fikr bildirib o'tinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda albatta fikringizni inobatga olib, sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.